sharafara keldi. Uyda meva-cheva bormidi? Sizlarga olma topib qo'ydim. Hozir egasi bilan savdolashib, arzon ko'ndiramiz. Ketdik. Mazasi zo'r ekan. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Instagram bo'yicha eng arzon olmani shular sotar ekan. 7000 ekan. Boshqa bozorlarda 20-25 mingdan sotiladi. Tog' olmasi 5 yulduz. Endi savdolashamiz. Aka qancha qilib berasiz? O'zi arzon narxda sotamiz. Bizda obunachilar arzon narsaga o'rganganda, aka lekin arzon bo'lmasa men olmayman deydiganlarda bu yerda. Shuning uchun aka 5000 so'm. 5000 so'm keladi. Yo'q. Ikkalamiz o'rtamiz bo'ladi. 6000 so'm bo'ladi. Bu optimga ham chiqmagan, hech qayerda yo'q. O'zi odamlar ham, xalqimiz ham yaxshi bilishadi. Bu 5 yulduz olmani Qo'lima qattim qisdingizmi? Shuning uchun 5500. Baraka. Bering baraka. dehqon so'kadi meniki. Nima qilib sotasan? Sizni so'kadi, yo bizni so'kmaymiz. Buni 7000 hozir payti 7000 sotamiz. 7000 sotayotgan narsamizni 6000 qilib berolmay, shunda ham qoniqmayaptilar. 5800 qilamiz, bo'ladimi? Bormi? Baraka. 5800. Xuddi o'zi. Baraka. Labzi Nurafshon chorrahasi navigatorga Labzi 92 deb yozsa chiqishadi. Labzagidan Malikaga chiqib ketadigan ko'chani shuna boshida o'ng qo'lda. Olmadan muammo yo'q. Tonnalab, vagonlab, shalandalab turibdi. Qolmadi, tugab qoldi degan bahonalar bo'lmaydi. Kelinglar olinglar. Xizmat bo'lsa shu atrofdaman.